Endi qarangki, achinadigan joyi oilada ba'zi bir holatlarda bolalar ota-onasidan shikoyat qilib kelyapti. Shikoyatni eshitsangiz o'rinli shikoyat. Biz tepada nima dedik? Musulmon o'ziga ham, birovga ham zarar yetkazmaydi dedikmi? Bu degani bolasi degani xohlaganini qilaveradi degani emas, chetda dadalar eshitib olinglar. Bu mavzu internetga qo'yiladi, onalar eshitib olsin. Amaki tog'alar eshitib olsin. Amma xolalar eshitib olsin. Shunaqangi amaki tog'alar bor ekan, jiyanlari u uchun qul odam emas ekan. Kimsan sen? Tog'a bo'lsang, amaki bo'lsang, nima bo'pti? Sen nima? Sen odamsan, o jiyanlaring odam emasmi? Shunaqa amma xolalar bor ekan. Jiyanlarning hayotini xonavayron qilib yuborar ekan. Sen odamsan, o jiyaning odam emasmi? Ahmoq. Ba'zi bir otalar, ba'zi bir onalar odatda hayotda birorta jonzot, tirik jon borki, bolasiga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Endi biz insonmiz biz. Batariqa avlo, timboli deydi-yu, biz inson bo'lib turib, farzandimizga umuman yomonlikni ravo ko'rmasligimiz kerak. Bugun qo'shtirnoq ichidagi otalar, onalar bolasiga qilayotgan o'sha uydagi hukmi, muomalasi, farzandlarning orasini ajratishligi, pul topadigan bolasidan boshqacha, pul topmaydigan bolasidan boshqacha muomala qiladi. Hech qanday sharoit yo'q bolasini uydan otishasiz, bor yo'qol chiqib ket uydan deyishligi. Bu nimasi bu?